Mana Magigar punktini funksiyalarini aytib o'tamiz. 906, 905 Ashlarni funksiyalarini aytib o'tamiz. Endi funksiyalari qarang mana. Ekranga qarab turgan bo'lsanglar mana birida qulflanadi, ikkida ochadi. Endi buni mana ZZ funksiyaga tushib qoladi. O'sha esa mana biri bilan 3-knop kapot ochish knopkasini bosaman tushib qoladi ZZ funksiyaga. Bundan chiqarish mana skumlatni sho'rayman. Bundan chiqarish mana shuni biri bilan 3-knopga bitta bosiladi va chiqib ketadi. Endi bezu ko'plar o kanni yo'q qilish mana bir bilan 2-knopkasi mana yo'qib qoladi kannada, o ko'ringan bo'lsa yo'qib qoladi. Mana qulf olsangiz ovoz chiqmaydi, hozir kanni o'rnatganimiz yo'q. Mana bir bilan 2-knopkani yana bosaladi, ashi chiqaveradi. O kanni chiqdi ana. Ashi yo'qib qolsa shunaqa bo'ladi. Endi malatoy funksiyasi tushib qolsa mana bu bir bilan 3-knopkani bosib tursanglar mana o malatoy funksiyasi tushdi. Endi bundan chiqarish mana bir bilan 3-knopkani yana bosib tursanglar malatoy funksiyasidan chiqib ketadi. O'na chiqib ketdi, ko'rdinglar, chiqib ketdi. Endi punt umuman ishlamay qoladigan hold off, hold on ga tushib qoladi mana. Birinchi knopkani mana bosib tursak, mana hold on ga tushib qoldi, mana punt ishlamaydi mana. Mana ishlab ketdi hozir. Boshqatdan qilamiz ishla. Hold on, hold off mana. İşlemeyi işlerse yani işlep ketdi mana birinchi knopkani bosib turamiz, hold tushib qoladi. Mana ishlamayapti. Hold mana endi bundan chiqarish mana ko'p bosib oldik, endi tushmadi hold onga. Hold off qilamiz, o'chiramiz. Mana birinchi knopkani bosib turasizlar, mana ishlayveradi. Hold off bo'ldi, mana ishlayveradi. Mana qulflarni ochdi. Mana boshqatdan qilamiz mana. Bosib turamiz mana. Hold on bo'ldi, mana ishlamay turaveradi. Tititlar. Mana punt ishlamay turaveradi. Mana funksiya tushib qolsa, qaraysizlar, mana birinchi knopkani bosib tursanglar chiqib ketaveradi. Mana chiqib ketdi, off bo'ldi, mana ishlayveradi. Ochadi. Qulflaydi. Ochadi. Endi yana nimasi? Bu passivmi ekanmi? Hozir mana bosamiz, mana 1 bilan 2 bilan 3 knopkani bossak, mana passiv rejimga tushadi. Bundan yo'qotish o'zidan o'zi qulflanib qoladi, yurib ketadi. Yana turganda yaqinlashganda mana funksiyasidan chiqarish, mana 2 bilan 3 ni yana bosamiz. Chiqib ketadi mana. Chiqib ketdi. Endi DRVga tushib qolishi mana. Mana DRVga tushib qoldi mana. DRVga tushib qolishi mana 1 bilan 4 knopkaga tushib qoladi. O'zidan o'zi chiqib qolsa ham mana 1 bilan 4 knopkani bossangiz chiqib ketadi DRVda mana. Funksiya chiqib ketadi mana. Tushib qolishi ham mana bostirib ketsa o'zidan o'zi tushib qolishi ham mumkin mana. Tushib qoldi, endi 1 bilan 4-knopkani teng bosamiz mana. Chiqib ketadi. Passiv ham shunaqa 2 bilan 3 ni shunday passiv rejim chiqib qoladi. Yo'qotish ham mana shu bilan yo'qoladi. Ochish yopish mana shu kapotni ochish, bosib tursanglar kapot ochadi, orqa kapotda bosib tursanglar mana unda mashina zavod bo'ladigan funksiyasi, bosib tursanglar zavod bo'ladi, o'chirishda ham mashina bosib tursa o'chadi. Buni 2 marta bossa signal to'sa qilsa bo'ladigan qismi bor, yana 2 marta teng bossa, buni 2 marta bossa magnit qiladigan qilsa bo'ladi. Bunaqa funksiyalar ham bor, bu ulamadik. Ko'p mashina qilsa bo'laveradi. Bu shu bilan Magigarda asosiy funksiyalar shu bilan iborat.